Uyimizda katta janjal bo'ldi. Oxirigacha ko'rsanglar hammasini aytaman. Endi men uchun like va подписка bosib qo'ying. Undan kabob qilamiz. Suv, yog' ro'za. Tuz solib aralashtiramiz. Un solib yumshoq xamir qilamiz. Oshirishga 50 daqiqa yo'q qo'yamiz. Endi go'shtlarni to'g'rab olamiz. Shunaqa bo'lishi kerak. Skоворodkaga yog' solib, go'shtni qovurib olamiz. Suv ketguncha qovurib, piyoz solib aralashtiramiz. Endi soya solib, har xil ziravorlar solamiz. Suv solib dimlab qo'yamiz. Endi oshib chiqqan xamirni oltiga bo'lib olamiz. Yana 15 daqiqa oshirib, tuxum surib, kunjut sepib, 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Endi nonni kesib, pishgan go'shtni solamiz. Piyoz so'yganlariga sinem katta janjal qildi piyozim yeman deb. Bariga baraka deb mazza qilib yeb oldik. Sizlarni ham o'yladi. Shunaqa katta janjal bo'ladimi?